Egilinishçe, Şarkı Türkistan'daki san-sanoqsiz masjidlarni, an'anaviy uslubdagi uylarni, jumladan Türk İslam madaniyatini, Uyg'ur madaniyatini aks ettiradigan barliq narsalarni vayron qilishga uringan Xitoy kommunistlari G'oljida bir masjidni atalmish madaniyat markaziga aylantirgan. Uyg'ur xabar nomli Twitter hisobidan Xitoy ijtimoiy aloqa tor bekatlaridan erishgan bir sin ko'rinishdan ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonning G'olji shahridagi To'ttukan masjidi madaniyat va tantarbiya markaziga o'zgartirib etilgan. Angliyadagi Verisik Maplokori nomli bexatarligini baholash tashkiloti yaqinda bir tekshirish doklati e'lon qilib, Xitoyning kunsiri kuchayotgan ta'siri, dunyoning kishilik huquqiga buzg'unchilik qilayotganligi, Birlashgan Davlatlar Kishilik huquqi kengashining bu tahdidga taqobil turishda mag'lub bo'lganligini bildirgan. Doklatda qayd qilinishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining o'tgan yili 6-oktyabrda Amerika qatorliq davlatlar o'tirg'i qo'ygan Xinjiang vaziyatini muzokara qilish taklif loyihasini rad qilishi buning tipik misoli ekan. Muajiratga Sharq Turkiston xalqi orasidagi qarindoshlik va hamkorlikni kuchaytirish maqsad qilingan va har yili Ramazonda o'tkazilib kelayotgan Sharq Turkistonliklar qarindoshlik iftor uchrashishi 2-aprel Istanbulda o'tkazildi. Faoliyatni Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi tashkillagan bo'lib, Istanbulda faoliyat qilayotgan har qaysi Sharq Turkiston tashkilotlarining rahbarlari va Turkiyadagi nopuzliq tashkilotlardan EXH insoniy yordam vaqti raisi Boland Yildirim, inson va madaniyat harakati oliy kengash hay'ati raisi Mahmud Güney qatorliq tashkilot raislaridan boshqa Sharq Turkistonliklardan 3000 ga yaqin kishi qatnashdi. Gerçi Amerika hava boshlig'ida ushgan Xitoy josuslik shari etilib tushirib etilgan bo'lsa-mu, ammo bu sharning Amerikaning bir qancha sezgur harbiy rayonlaridan axborot to'plagan bo'lishi mumkinligi o'tirg'i qo'yildi. Amerikaning 3 yuqori darajalik amaldarini asos qilgan xabarlarda Xitoyning etib tushirilishidan burun bu sharni kontrol qila oladiganligi, shunga ba'zi rayonlardan birdan ko'p uchib o'tganligi bayon qilingan. İran taratqularının xabariga qaraganda, İran prezidenti İbrahim Reis ikki davlat diplomatik munosabatini qayta boshlash qaroridan keyin Saudiya Arabiston podshohi Salman ibn Abdul Aziz Al Saudning Riyodni ziyorat qilish taklifiga ijobiy javob qaytargan. Malayziya bosh ministri Anwar Ibrahim davlatning energiya boyligini chorlash faoliyatlarini qo'g'dash uchun Beijing bilan Janubiy dengiz masalasini muzokara qilishga tayyor ekanligini aytdi. Saudiya Arabiston Ramazonning oldingi 10 kunida 9 milliondan ortiq musulmonning Ka'bada ibodat qilganligini e'lon qildi. Saudiya Arabiston ichki haram ishlari ministri o'zining ijtimoiy aloqa hisobida bu to'g'riliq bayonot e'lon qildi. Bayonotda Ramazonning oldingi 10 kunida 9.357.853 musulmonning haram masjidida umra va ibodat qilganligi bildirilgan.